Özbekistanlı qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Xitoy, Hindiston va Tibet chegarasiga yaqin joyda havo mudofaa ul asliyalarini taraqqiy qildirmoqda ekan. Reuters xabar torining 19 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy Hindiston chegarasiga yaqin Tibet va atalmish Şinjandagi havo mudofaa ul muassasa qurilishini taraqqiy qildirmoqda ekan. Beijing armiyasi Xalq ozodlik armiyasining ul asliya qurilishi taraqqiyotini izchil tezlatmoqda bo'lib, Xitoy Hindiston chegarasini Tibet va atalmish Şinjanga qarata taqagan. Daily Asian Age xabar torining 19 avgust kunidagi xabarda Tibetdagi bir necha Xitoy Xalq ozodlik havo armiyasi havo sohasidagi qo'shni davlat Hindiston armiyasiga qarshi har vaqt hujum qo'zg'aydigan ahamiyatli ta'sir kuchiga ega bo'lib qolgan. Atalmish Şinjangda bir turkum tikuchar aeroplan portlari yasalgan va ilmo yasalmoqda ekan. Xitoy Xalq ozodlik armiyasining 3 dona yangi, 15 dona kengaytirilib yasalayotgan 10 dana eksiki mavjud bo'lgan jami 28 dana havo armiya bazasi bor bo'lib, 3 dana aerodrom bazasi Hindistonga qarshi turish rolini, qolganlari oziqlanish bilan ta'minlash rolini o'ynaydi ekan. Xotan, Qashqar va Yangi Toshqo'rg'on Qo'njirab havo porti bazasidan iborat 3 bazaning ichidagi Yangi Toshqo'rg'on Qo'njirab havo porti 2022 yil dekabrda ochilg'achqa texi Xalq ozodlik armiyasining harbiy ishlari uchun ishlatilmagan. Atalmish Şinjang va Tibetdagi havo bazalarining ta'sir kuchi kuchli bo'lib, Xitoy intayin cho'ng bir tashviqotning partiyasi sifatida ishlatishni, dunyoning buni bilishini xohlaydi ekan. Bu ahvollar Xitoy medialari tomonidan oshkorlangan. Bu sohadagi ul asliyalar qurilishi ortgan taqdirdami, Xitoyning harbiy kuchining kuchliligini ko'rsatmaydi ekan. Ul asliyalarning yaxshilanishi faqat ularning tahdidga taqobil kuchini oshirsa-mu, tahdidni yo'qota olmaydi ekan. Amerika Cumhuriyetçiler Partisining millat vakillari Savdo ministri Geyna Roymindoni Beijing ziyarati jarayonida Xitoyning Amerikaning eksport kontroliga markazlashib olishiga ruxsat qilmaslik to'g'risida ogohlantirgan. Bloomberg xabarlarining 18 avgust kunidagi xabariga qaraganda, yaqinlashgan Xitoy ziyoratida Savdo ministri Geyna Roymindoning Xitoydagi kasbdoshlari bilan Amerikaning yuqori texnikalik Xitoy shirkatlariga soladigan Amerika mablag'ini planlashni asos qilgan xizmat gruppasini e'lon qilishi mumkin ekan. Bloomberg xabarlari tunji bo'lib xabar qilgan bu xizmat gruppasining tarmoqi bilan Xitoy savdo ministrligi potensial bir o'rtoqlikqa ega bo'lib, Amerikaning Xitoyga yuqori texnikalik eksport qiladigan shirkatlarga qo'ygan cheklamasi va savdo ministrligining eksport qora tizimligiga kirgizgan Xitoy shirkatlari to'g'risida muzokara olib boradi ekan. Amerika Majlisining xabar tori bo'lgan To'pilik xabar tori 18 avgust kuni e'lon qilgan Baydenning Hindiston O'rta Osiyo bilan bo'lgan aloqasini kuchaytirish fursati bor nomli maqolada Bayden 2021 yili hokimiyat beshiga chiqqanda davlatning davlat bexatarlik strategiyasida o'tirg'a qo'ygan muhim ishlarning biri Amerikaning Osiyodagi rolini kuchaytirish bo'lib, hujjatda Amerikaning 21-asrdagi jug'rofiyalik siyosiyning markazi deb tasvirlangan Hindi Tinch okeanga bo'lgan muhim qiziqishi muhim o'rinni egallaydi. Hokimiyat Janubiy Osiyodagi sheriklari bilan o'rtaq hamkorlikni kuchaytirish, Avstraliya, Yaponiya, Janubiy Koreya bilan ittifoqlashish, Hindiston bilan texnik quyuq munosabat o'rnatish, Xitoyga qarshi yo'l tepish uchun qattiq tirishadiganligini aytadi. Bayden vazifaga o'tirgan birinchi yilida masalda harakat qilib, Osiyada Covid vaksinasini tarqatish uchun Osiyo amaldorlari bilan hamkorlashdi. Bayden Hindi Tinch okean farovonligi iqtisodiy ramkasi qatorliq Baydenning Hindi Tinch okean rayonidagi yangi strategiyasi, Amerika bilan Hindi Tinch okean o'rtasidagi sog'lomlik bexatarligini kuchaytirish, dengiz okean masalasini hal qilish, aloqani cho'nqurlashtirish, iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish uchun loyihalangan programmalarni davomlashtirdi. Bayden va uning guruhi Hindiston va O'rta Osiyoning Rossiya, Xitoyning Osiyodagi rolini cheklashdagi muhim yoshirin kuchini unutib qolmasligi kerak. Hindistonning Rossiya bilan bo'lgan kuchli iqtisodiy, texnika va energiya munosabati bor. Hindistonning 46 milliard dollar importining 40%ni xom neft egallaydi. Hindiston yana Rossiyadan nurg'ulg'an mudofaa asliyalarini sotib oladi. Texnika yetkazishni va Hindistonda qurol-yarog' ishlab chiqarishga ijozat berishni xohlaydi. Amerika Hindistonning Rossiyaga yaqinlashishini azaytish uchun Hindiston bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirishi lozim. Bu iqtisodiy munosabatni kuchaytirishga qaratiladi.
Amerika Maliye Ministerligi Amerika-Hindiston iqtisodiy va pul muomala sheriklik munosabatini kuchaytirib, chegara halqagan mablag' solishni yo'lga qo'ydi. Bayden yana Hindiston bilan kuchli texnika munosabati o'rnatishi kerak. İki rahbar yaqinda bosh minister Narendra Modi bilan ko'rishganda, ikki davlat o'rtasida ochiq, qulaylik va bexatar texnika sistemasi barpo qiladigan halqaliq va yangidan gulinayotgan texnika tashabbusini e'lon qildi. Bu Hindistonning Rossiyaga tayinishini azaytadi. Oxirida Bayden hokimiyati Hindistonni Rossiyaning energiyasidan voz kechish uchun tirishishi, O'rta Osiyo bilan bo'lgan aloqani kuchaytirishi kerak. Xitoy O'rta Osiyodagi davlatlar bilan strategik hamkorlikni kuchaytirish uchun O'rta Osiyoni ziyorat qildi va bu davlatlarga mablag' solmoqchi. Xitoyning bu tirishchanligiga qarshi turish uchun Amerika O'rta Osiyodagi 5 davlat bilan bo'lgan xizmat gruppasini gavdalantirishi, O'rta Osiyodagi 5 davlatning iqtisodiy bir gavdalashishini ilgari surishi kerak. Bu davlatlar Kavkaziya va Turkiya bilan texnik quyuq hamkorlasha oladi. Bu rayonlar o'rtasidagi savdo munosabatining o'sishini keltirib chiqarishi mumkin. Amerika yana imkon qadar jazoni yengillatishi kerak. Bu orqali ularning iqtisodini jonlantira oladi. Bayden yana O'rta Osiyoning uchur texnika sohasini qo'llashi mumkin. Dünya Bankasının doklatiga qaraganda, O'rta Osiyo pokiz energiya manbasiga o'tish orqali sijil energiya bexatarligini qo'lga keltirish uchun ko'rinarli tabiiy boylik va bilimga ega. Bayden hukumati bu bozorlarni qabul qila oladi. Boshqa energiyaga o'tish rayonning iqtisodining texmi o'sishi va xizmat fursati bilan ta'minlaydi. Shuning bilan bir vaqtda texmi sog'lom, pokiz muhit bilan ta'minlaydi. Hindiston va O'rta Osiyo bilan yangi iqtisodiy, texnika va energiya strategiyasini yo'lga qo'yishga vaqt ketadi. Ammo to'g'ri yo'lga qo'yilsa, taraqqiyot va gullanishni keltirib chiqaradi va Amerikaning Osiyodagi o'rnini kuchaytiradi deyildi. Islom hamkorlik tashkiloti Xitoy hukumati bilan musulmonlarning ahvoli haqida suhbat olib borgan. Anadolu xabar agentligining 17-avgust kunidagi xabariga qaraganda, Djibutining Islom hamkorlik tashkilotida doimiy turishliq vakili, bosh elchi Diyayeddin Bamahramon boshchiligidagi Islom gruppasining hozirgi raisi bo'lgan Saudiya Arabistonida o'z ichiga olgan 25 Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatning vakillari payshanba kuni Xitoyga ziyoratga borgan. Islom hamkorlik tashkilotining bayonotida vakillar o'miki Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri Dingli vakilligidagi vakillar bilan Beijing bilan bo'lgan munosabatni muzokara qildi. Her iki taraf o'zaro manfaat yetkazadigan ishlar, jumladan musulmonlar jamiyatining Xitoydagi o'rni qatorliq masalalarda o'z ko'z qarashlarini o'ttirg'a qo'yishdi. Islom hamkorlik tashkiloti vakillar o'miki atalmish Shinjongni ziyorat qilib, bu yerdagi musulmonlar jamiyatining turmush sharoitini kuzatishni planladi. Islom hamkorlik tashkiloti vakillar o'miki yana Xitoy kompartiyasining amaldorlari bilan ko'rishdi. Ular Islom hamkorlik tashkiloti, uningga a'zo davlatlar va Xitoy Xalq Jumhuriyati o'rtasidagi strategik hamkorlikni muzokara qildi. Sog'lomlik va ma'rif qatorliq sohalarga ahamiyat berdi deyildi. Kunlar, oylar va yillar o'tdi. O'zimizning nimaga qarshi kurash qilish uchun atlangan bu yo'lda dushmanni rasvo qilish, millatni xorliqdan qutuldirishdek tupg'oya amalga oshmoqcha hech narsaning bizni sukutga mahkum qila olmaydiganligini, bu jihatdan hech bir kuchning niyat ifodagi birligimizni buza olmaydiganligini unutdik. Turkumlashish, turli partiya va guruhlarga bo'linishimizning farqli imkoniyatlardan kuch to'plash, fursat izlash ekanligini unutib, her imkoniyatni monopollik shaklda xususiylashtirish va da'voni mulklashtirish xirsi ko'zimizni ko'r qilib tashladi. Monopol qilgan bizdan emas degan muqaddas ta'limot qulog'imizga ta'sir qilmoqdek darajada pang bo'ldik. Xiyolimizcha mulklashtirib olgan allaburun atalmishga aylantirib tashlangan va haqiqatda o'chirilib shakllashtirib etilgan va allaburun ro'yi jimiqtirilib iskeletga aylantirib etilgan da'vo atliq tovarni qo'g'dab qilish hamda tikligan siyosiy markamizga ega chiqish yo'lida unimiz bo'g'ilg'idek darajada shundoq jaranglatdikki, jaranglatgan sadolar, so'zlanayotgan nutqlar haqiqatlarimiz uchun bo'lmasdan iskeletlarimizga, markamizga ega chiqish uchun bo'lib qoldi. Qisqasi, tilimiz haqiqat uchun kekkach bo'lib oladigan, ammo mulklashtirilgan mark uchun sayraydigan holga keldi. Na haqiqatni o'ylaydigan qalbdan, na uningga quloq soladigan angliqlikdan, na uni ko'rib yetalaydigan farosatdan asar qolmag'ili turdi. Burhan Muhammadning aktiv mazlumlik va passiv siyosatlovchilik nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat.
Kelar qıtımqı programımızda görüşkice Allah'a amanet boğaysızlar.